Facebook akkauntimizni o'chirishni o'rganamiz. Buning uchun Facebook'imizga kiramiz. Bu yerda mana shu 3 ta chiziqqa bosib, bu yerdan настройкаga o'tamiz. Настройкаdan mana shu joyga больше настроек в центр аккаунт degan joyga bitta bosamiz. Bu yerdan личная информация degan joy bor. Shu yerga bitta bosasiz. Владение и управление аккаунтом degan joyi bor. Shu yerga bitta bosamiz. Bu yerdan deaktivatsiya или удаление bor. Ya'ni vaqtincha to'xtatib qo'ysangiz bo'ladi yoki umuman udalib yuborsangiz bo'ladi. Shuni ustiga bosamiz. Bu yerdan o'zimizga kerak bo'lgan akkauntimizni tanlab turib, ustiga bitta bosamiz. Bu yerdan deaktivatsiya qilasanmi yoki udalit qilasanmi deyapti. Agar udalit qilmoqchi bo'lsangiz udalitni bosasiz. Agar umumiy to'xtatib qo'yib hech qayerda ko'rinmaydigan просто o'chirib qo'yish bo'lsa, ya'ni hech kimga ko'rinmaydigan qilib qo'yish bo'lsa, buni tanlaymiz. Agar umumiy o'chirib yuborish taktiga bilan o'chirib yuborish kerak bo'lsa, удаление akkauntni bosib, продолжitni bosamiz. Shu tariqa продолжить boraveradi. Oxirida o'zi parolni yoz deydi. Parolni yozganingizdan keyin umumiy o'chib ketadi. Nechadir kun ichida qaytarib olsangiz bo'ladi. Uni ham o'zi продолжить qilganingizda ko'rsatib boradi. Men hozir o'chira olmaslik uchun kirmadim. Sizlar kirsanglar o'zi chiqib keladi.